Rum surasi Makka da nozil qilingan 60 oyatdan iborat. Rum Vizantiya davlati. Surada 7-asrning eng yirik davlatlari Rum bilan Fors o'rtasida boshlangan jangda Rumning mag'lubiyatga uchragani, lekin yaqin kelajakda u g'alabaga erishishi to'g'risida xabar beriladi. Dar haqiqat 7 yildan so'ng Qur'on xabari isbotlanib, Rumliklar forslar ustidan g'alaba qozonadi. Boshqa oyatlarda ilohiy da'vat va ibratli qissalar davom ettiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif Lam Mim. Rum qo'shini Fors qo'shinidan mag'lub bo'ldi, juda yaqin yerda. Lekin ular, ya'ni Rumliklar, bu mag'lubiyatlaridan so'ng forslar ustidan albatta g'alaba qilurlar. Bir necha yil ichida. Oldin ham, keyin ham ish Allohnikidir. O'sha kunda mo'minlar Rumliklarning g'alabasidan shodlanurlar. Alloh ahli kitoblarga madad bergani sababli u xohlagan kishiga madad berur. U aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. Bu Allohning va'dasidir. Alloh o'z va'dasiga xilof qilmas. Lekin ko'p odamlar bu kabi haqiqatlarni bilmaslar. Ular oxiratdan g'ofil, bexabar bo'lgan hollarida faqat shu foniy dunyo hayotining zohirinigina bilurlar. Axir ular o'zlaricha Alloh osmonlar va yerni hamda ular orasidagi bor narsani faqat haq, hikmat va belgilangan muddat bilan yaratganini tafakkur qilib ko'rmadilarmi? Dar haqiqat odamlarning aksariyati qayta tirilib, Parvardigorlariga hisobot uchun yuzma-yuz bo'lishni inkor qiluvchidirlar. Axir ular yer yuzida sayr etishib, o'zlaridan avvalgi payg'ambarlarni inkor qilib, iymonsiz ketgan kimsalarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi? O'shalar bulardan, Makka kofirlaridan ko'ra quvvatliroq bo'lgan va o'z yerlarini bular obod qilganidan ko'ra ko'proq ishlov berib obod qilgan edilar-ku. Ularga ham o'z payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlar. Bas, Alloh ularga zulm qiluvchi bo'lmaydi, lekin ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. So'ngra oxiratda Allohning oyatlarini yolg'on deyish va ularning ustidan kulish bilan yomonlik qilgan kimsalarning oqibati yanada yomonroq bo'lur. Alloh yaratishni boshlar, so'ngra uni bu yaratishni qiyomatda takrorlar. So'ngra hisob kitob uchun unga qaytarilursizlar. Qiyomat qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchilar noumid bo'lurlar. U kunda ular uchun keltirgan shirklari tomonidan oqlovchilar bo'lmas va ular o'zlari keltirgan shirklarini inkor eturlar. Qiyomat qoyim bo'ladigan kun
ana o'sha kunda mo'minlar bilan kofirlar bir-birlaridan ajralurlar. Bas iymon keltirgan va solih amallarni qilganlargina ravzada, jannatda ashula, o'yin, kulgi va boshqa rohat yo'llari bilan xursandchilik qilurlar. Ammo kufr yo'lini tutgan va oyatlarimizni hamda oxirat muloqotini inkor etgan kimsalar, ana o'shalar qiyomat kuni mangu azobga hozir qilinurlar. Bas tunga kirish paytingizda ham, tongga kirish paytingizda ham Allohga tasbih aytingiz. Osmonlar va yerdagi aytilayotgan barcha hamd unga xosdir. Kechki paytda ham, quyosh zavoli paytiga kirishingizda ham unga tasbih aytingiz. Alloh o'likdan tirikni chiqarur, tirikdan o'likni chiqarur va yerni o'lganidan keyin bahorda qayta tiriltirur. Sizlar ham qiyomat kunida qabrlaringizdan shu tarzda xuddi giyohlar unganidek chiqarilursiz. Uning alomatlaridan biri, u sizlarni, odamni tuproqdan yaratgani, so'ngra sizlar basharga aylanib, yer yuzi bo'ylab tarqalishlaringizdir. Uning alomatlaridan yana biri, sizlar nafsni qondirish jihatidan taskin topishingiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratgani va o'rtangizda inoqlik va mehribonlik paydo qilganidir. Albatta, bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomatlar bordir. Uning belgilaridan yana biri, osmonlar va yerni yaratishi va sizlarning tillaringiz va ranglaringizni xilma-xilligidir. Albatta, bunda barcha olimlar uchun alomatlar bordir. Uning belgilaridan yana biri, kechasi va kunduzi uxlashingiz hamda kunduzlari uning fazli rizqidan istashingizdir. Albatta, bunda qabul qulog'i bilan eshitadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Uning belgilaridan yana biri, sizlarga momaqaldiroqdan qo'rqqan va yomg'ir yog'ishidan umidvor bo'lgan holingizda chaqmoqni ko'rsatishi va osmondan suv, yomg'ir yog'dirib, u bilan yerni o'lganidan so'ng tiriltirishidir. Albatta, bunda aql yurgizadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Uning belgilaridan yana biri, osmon va yer uning amri bilan fazoda muallaq turishidir. So'ngra qiyomatda u sizlarni yotgan yerlaringizdan bir bor chaqirishi bilan barchangiz birdan chiqursizlar. Osmonlar va yerdagi bor jonzotlar unikidir. Hammasi unga bo'yin sur. U ilk bor o'zi yaratib, so'ngra qiyomat kuni o'zi yana qayta yaratadigan zotdir. U zotga bu osonroqdir. Osmonlar va yerdagi eng oliy misol, yaratishdagi oliy namunalik unga xosdir. U qudratli va hikmatlidir.
Alloh sizlarga o'zlaringizdan bir misol keltirur. Sizlar uchun qo'llaringiz ostidagi qullardan biz sizlarga rizq qilib bergan narsaga, mol mulkka sherik bo'lib oluvchilar bormiki, sizlar unda barobar bo'lsangiz, holbuki ulardan go'yo o'zlaringizdan qo'rqqanday qo'rqasiz. Aql yurgizadigan qavm uchun oyatlarni mana shunday keng bayon qilamiz. Yo'q, zolim kimsalar biror bilim hujjatsiz havoyi nafslariga ergashdilar. Bas Alloh yo'ldan ozdirgan kimsani kim hidoyat qila olur? Ular uchun oxiratda yordam beruvchilar ham bo'lmas. Bas ey Muhammad, yuzingizni doimo to'g'ri bo'lgan dinda, islomda tuting. Insonlarni o'sha asosda yaratgan Allohning yaratuvchiligini anglangiz. Allohning yaratishiga o'zgartirish yo'q. Eng to'g'ri din shudir, lekin ko'p odamlar buni bilmaslar. Unga o'zingizni topshirgan hollaringizda dinini mahkam tutingiz va undan qo'rqingiz hamda namozni barkamol ado etingiz, mushriklardan bo'lmangiz. Ular mushriklar dinlarini bo'lib yuborib, turli firqalarga ajralgandirlar. Har bir firqa odamlari o'z nazdalaridagi narsa, aqida bilan shoddirlar. Qachonki odamlarga biror ziyon yetsa, Parvardigorlariga qaytib, unga iltijo qilurlar. So'ngra qachonki Alloh ularga o'z tomonidan marhamatni tottirib qo'ysa, bexos ulardan bir guruhi yana Parvardigorlariga shirk keltira boshlaydilar. Ular biz ato etgan ne'matlarga noshukrlik qilaversinlar. Bas ey mushriklar, foydalanib qolingiz. Bas yaqinda qiyomatda haqiqatni bilib olursiz. Yoki biz ularga osmondan ularning shirk keltirishlarini to'g'ri deb so'zlaydigan biror hujjat nozil qildikmi? Qachonki biz odamlarga biror marhamatni tottirsak, ular bundan shodlanadilar. Agar o'z qilmishlari sababli ularga biror yomonlik, musibat yetsa, birdaniga ular bizning marhamatimizdan noumid bo'la boshlaydilar. Allohning xohlagan kishilar rizqini farovon qilishi va boshqalar rizqini tang qilishini ko'rmadilarmi? Albatta, bunda iymon keltiruvchi qavm uchun alomatlar bordir. Bas qarindoshga haqqini ado eting. Miskin va musofirga ham. Ana shu Allohning yuzini istaydiganlar uchun yaxshidir. Aynan o'shalar oxiratda najot topuvchilardir. Odamlarning mol mulkiga ko'paysin deb sizlar bergan ribo, foiz Alloh nazdida aslo ko'paymaydi. Allohning yuzini maqsad qilib bergan zakotingiz esa bas aynan o'shalar o'z savoblarini ko'paytiruvchilardir. Sizlarni yaratgan, so'ngra sizlarni rizqlantirgan, so'ngra vafot ettiradigan, so'ngra qiyomatda tiriltiradigan zot
Allohdir. Keltirayotgan shirklaringiz ichida shulardan birortasini qila oladigani bormi? Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir. Odamlarning qilmishlari tufayli quruqlik va dengizda buzg'unchilik paydo bo'ldi. Bu ularning o'z qilmishlaridan qaytishlari uchun qilgan ba'zi yomon ishlari jazosini ularga tottirish uchundir. Ayting, yerda sayr qilingiz va oldingilarning oqibati ne bo'lganini ko'ringiz. Ularning aksariyati mushriklar edi. Alloh tomonidan orqaga qaytarilmaydigan kun, qiyomat kelmay turib, to'g'ri din islomga yuzingizni qarating. O'sha kunda odamlar turli qismlarga bo'linurlar. Kimki kofir bo'lgan bo'lsa bas kufri o'ziga, kimki solih amal qilgan bo'lsa bas o'zlari uchun oldini olgan bo'ladilar. Bu iymon keltirib solih amallarni qilganlarni o'z fazlidan mukofotlashi uchundir. U kofirlarni suymas. Uning belgilaridan biri yomg'ir yog'ishidan xushxabar beruvchi, uning rahmati yomg'iridan sizlarni bahramand etishi uchun, uning amri bilan kemalar suzishi uchun, uning fazli rizqidan istashingiz va shukr qilishingiz uchun shamollarni yuborishidir. Sizdan oldin ham payg'ambarlarni o'z qavmlariga yuborganmiz. Bas elchilarimiz ularga hujjatlarni keltirganlar. Jinoyatchilardan esa intiqom o'ch olganmiz. Bizning zimmamizda kofirlarni halok etganimizda mo'minlarga madad berish haqqi bor edi. Alloh shunday zotki, u shamollarni yuborib, bulutlarni qo'zg'aydi, bas uni osmon bo'ylab xohlaganicha yoyadi va uni bo'lak-bo'lak qilgach, uni orasidan yomg'ir chiqishini ko'rasiz. Bas qachonki uni yomg'irni o'z bandalaridan xohlagan kishisiga yetkazganda, ular birdan shodlanib kelurlar. Garchi oldin ularga yomg'ir yog'may turganda ular noumid bo'lsalar ham, Allohning rahmati yomg'iri asoratlariga boqing. Yerni o'lganidan keyin qanday qilib uni tiriltiradi? Albatta u Alloh o'liklarni tiriltiruvchi va u har narsaga qodir zotdir. Bordi-yu shamolni yuborsak va uni ekinni qurib sarg'aygan holda ko'rsalar, shundan keyin ham baribir kofirliklaricha qolavergan bo'lardilar. Aniqki, siz o'liklarga so'zingizni anglata olmassiz, orqa o'girib ketayotgan karlarga ham da'vatni uqtira olmassiz. Yana siz ko'rlarni o'z zalolatlaridan chiqarib hidoyatga solib qo'yuvchi emassiz. Siz faqat bizning oyatlarimizga iymon keltiradigan kishilargagina o'z so'zingizni uqtira olursiz. Bas o'shalar musulmonlardir. Alloh shunday zotdirki, sizlarni zaif narsadan, bir tomchi suvdan yaratdi.
so'ngra zaiflikdan keyin quvvat paydo qildi, so'ngra quvvatdan keyin yana zaiflik va qarilikni paydo qildi. U o'zi xohlagan narsani yaratur, u bilimdon va qudratlidir. Qiyomat qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchi kimsalar dunyoda bir soatdan ortiq turmaganlariga qasam ichurlar. Ular dunyoda ham mana shunday rostdan yolg'onga buriluvchi yengiltak edilar. O'sha kuni ilm va iymon berilgan zotlar ayturlar: aniqki, sizlar Alloh lavhul mahfuzda yozib qo'yganidek tirilish kunigacha turdingiz. Bas, mana shu tirilish kunidir. Lekin sizlar qiziqmaganingiz sababli buning haq ekanini bilmas edingiz. Ana o'sha kunda zulm qilgan, kufrda bo'lgan kimsalarga uzr bahonalari foyda bermas va ulardan qaytish ham talab qilinmas. Biz ushbu Qur'onda odamlar uchun har turli misoldan bayon etdik. Qasamki, agar siz, ey Muhammad, ularga talab qilishgan mo'jizani keltirsangiz ham, albatta kofir bo'lgan kimsalar sizlar albatta yolg'on va puch gaplarni to'quvchidirsiz degan bo'lar edi. Alloh haqiqatni bilmaydigan kimsalarning dillarini ana shunday muhrlab qo'yar. Bas, ey Muhammad, sabr qiling. Albatta Allohning va'dasi haqdir. Oxiratga ishonmaydigan kimsalar qilmishlari sizni yengiltaklikka, qarg'ashga olib kelmasin.